Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazida ta'lim ishtirokchilarini psixologik qo'llab-quvvatlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Seminarda soha xodimlarining mavzuga oid bir qator ma'ruzalari tinglandi hamda pedagoglar o'rtasida o'zaro tajriba almashinildi. Jarayondan Sarvinoz Burxonova xabar beradi. Seminarda poytaxtimizdagi maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining psixologlari, tuman, shahar ta'lim bo'limlaridan mas'ul mutaxassislar hamda sohaga ixtisoslashgan 60 nafardan ortiq mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbirda raqamli vositalardan foydalanish orqali o'qituvchilar va psixologlarning amaliy faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish zarurligi aytib o'tildi. Shuningdek, yig'ilganlarga yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali orqali psixologik qo'llab-quvvatlashga oid resurslardan foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot berib o'tildi. Seminar tom ma'noda juda funksional va amaliy xarakterga ega bo'lib, biz portalni yanada takomillashtirish uchun juda ham samarali takliflar oldik. Psixologlar tomonidan bugungi kunda bolalar bilan, ya'ni tarbiyalanuvchilar bilan ishlashda ya'ni bolalarda telefonga tobelik masalasi, ya'ni ota-onalarning bolalarini mana shu jihatiga alohida e'tibor qarash uchun turli roliklar berishimizni yoki bo'lmasa ota-ona va tarbiyachilar o'rtasidagi munosabatlarni konstruktiv muloqot shakliga aylantirish uchun ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqishni, shuningdek tarbiyachilarning kasbiy so'nishini oldini olish yoki emotsional so'nish oldilarini olish uchun treninglar o'tkazish. Shu bilan birgalikda bugungi kunda psixologlar ayollar daftarda turuvchi ayollar bilan treninglar o'tkazish uchun ham ular uchun turli keyslar, simulyatsiyalar hamda treninglar ssenariylarini berishni taklif etishdi. Shuni alohida aytib o'tish joiz, ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan psixologik yordam platformasi ishga tushirilgan bo'lib, u bir nechta yo'nalishlarda xizmat ko'rsatadi. Platformada maktabgacha va o'rta ta'lim ishtirokchilari, xususan tarbiyachilar, psixologlar va ota-onalar uchun 170 dan ortiq turli formatdagi foydali raqamli resurslar ishlab chiqilgan. Bu resurslar orqali pedagog va psixologlar o'z faoliyatini yanada samarali tashkil etish, o'quvchilar bilan ishlashda raqamli vositalardan keng foydalanish imkoniyatga ega bo'ladilar. Bugun bizga bo'lib o'tgan o'quv seminarida raqamli texnologiyalardan foydalanish borasida ma'lumotlar berib o'tildi. Bu aynan biz uchun, psixologlar uchun juda ham kerakli dastur hisoblanar ekan. Chunki bunda bizga eng kerakli bo'lgan asosiy metodik qo'llanmalar va kompleks shaklda metodikalarni olib borish va o'quvchilarga, o'qituvchilarga tatbiq qilish doirasida yuqori malakali pedagoglar tomonidan juda ham kerakli bo'lgan bilimlar berib o'tildi va bundan biz juda ham keng qamrovda foydalanib tatbiq qilamiz. Misol uchun ota-onalar bilan ishlash borasida ota-onalarga bemalol mana shu o'quv qo'llanmalarini ochib berib tayyor, hamma narsa tayyor. Mediali hozirgi kunda vizualizatsiya yordamida bilimlarni berish eng asosiy omil hisoblanadi. Shu vizualizatsiyani yo'lga qo'ygan holatda bilimlarimizni kengroq tatbiq etishimizga doir fikrlar aytib o'tildi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zaro tajriba almashdi. Bundan tashqari psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini raqamli vositalar orqali yanada samarali tashkil etish bo'yicha takliflar bildirildi. Seminar yakunida olingan tavsiyalar asosida metodik qo'llanmalar va raqamli resurslardan foydalanish bo'yicha amaliy yo'riqnomalar ishlab chiqilishi belgilab olindi. Sarvinoz Burxonova, Kamoliddin Qurbonov bugun dasturi uchun.